3 saraylık bütün Şinjan'ı ayınlayıp işkirge verip iyilik tişlədəm de yok. Yılı şoför. Maqullar rahmat ko'ngil bilganlarga. Səfərimizdəki əhəmiyyətli küldə davamlaşıvatıdı. Bilgən bolsa bizning qilmoqchi bo'lgan nihoyat muhim ishlarimiz bor. Atdiganda yopir deb qopab ketdik. Hammamizning ro'yi nihoyat yaxshi. Men atdiganda bolamdan sog' salomat ko'rishib, teshamonlik etishib oldi. Safarda bo'lsizlarga qiziqarli ishlardan ayrilolmaysan, meni ko'mamsa ehtiyotsizlikdan ishlarni o'tirg'usin to'kib oldim. Amal yo'q hammiz cho'ngli ko'chada ishlarni almashtirgan bo'ldimda. Biz hozir nihoyat qo'pol, achchiq, yomon vaqirab turadigan sizlarga bek tonish qadamni qishig'madik deb yiqinglar kim. Yılı şoför. Rahmat. Başta bek vaqirib etgan menga, ammo oxiri chiroyli ekan ko'nglim tasalli berib qo'ydi. Chunki bizning safardagi ishlarimiz ong'ildi emasmi? Nihoyat hayronlik bilan bizning mashinani ekskursiya qildi. Buni mandali ko'rib qo'yam degansak, bu nihoyat astoydil ko'rib oxirida hayronlik qilib qoldi bizga. Qara qozonlar var ki. Sincan ayrılamızlar. Kombilarmi? Şinjan ishga bırakayım. Biz cho'yin yo'q. Sana manda bir ko'ngil bu. Biz Saralıqning bir qoidasi va mushta yeng tanishgan do'stlarimizga o'z yurtimizning eng esil bo'lgan narsani sunamiz. Og'inimizdan xo'shish bo'yicha tushlik tomoq vaqtim bo'lib ketibdi. Mana tomoqim tutish qilib oldik. Bekishdik biz. Ma 3 Saraliq safarga chiqishning oldida anda tomoq etalaymiz, manda tomoq etalaymiz deb bir-birimizga bek bo'yitib etgan. Ma partuqni bo'yan taqagandikilar nerdan boshlashib qolmay qoldik emasmi? Shunda bo'lsa-mu biz tavakkul qilamiz degandikan, ya qo'limizdan hamma ish keladigan. Yana uni buni qilib qamlashtirib oldik. Tomoqni g'azab o'xshabdi. Biroq jubolarni qilib tushdan keyin muhim ishlarimiz atlanlaydi deb tursak, do'yingda bizning filmlarimizni ko'rgan bir akamiz uchrab qoldi. Yurtimizdan ayrilib, yaq yurtlarda yursakmi, atrofimizning mushuna mehr muhabbatlar ayrilgani yo'q. Xuddi mush og'inimizdek bu og'inimiz bo'lsa, Şinjan Idivi Pan-texnik shirkatiniki do'ying yurgizish ma'lumi. Bunda qarab beqinglar tonish chiroyga deyman, do'ying davomli ko'rsizlar, kanal qis chiqib turib, filmlarni analiz qilib berdigan. Men buningga Alavuddin deb laqab qo'yib qo'ydim. Bu og'inimiz bizning ishlarimizni anglagandan keyin bizga to'liq vaqtini ajratib, do'yingda biz yo'liqqan masalalarni birdan nihoyat astoydilda hal qilib berdi hamda bizga shunda yaxshi bo'lgan taklif fikrlarni berdi. Jidal taqvada tuyuqsizdir. Tuyuqsizdir. Eziya ham cho'nglar degan top chiqmas belki jo'lan. Ma cho'ng ishlaydi ma ishlaydi. Chaqirdim. Like aqshulu sirqtilayma, safarlarni hamda çok gözüm bilen kişiler. Biz Urumchidagi safarimizdan 1 minutni misrab qilganimiz yo'q. Birdan bilan mana Yezibulninki cho'ng dadasidan qishib kelib oldik. Bu odam Xualingda 20 yildak so'lset qilgan odamga bizga savdo to'g'riliq o'zidan beshidan o'tgan tajribalarni biroq so'zlab berdi. Bu yerda sizlarga yaxshi bir xush xabardan birini deb qo'yildi. Bu akamiz 20 yil bu yerda yurib butun Xualingning epijipisini ip bo'lganki, hamda bu Xualing butun O'rta Osiyodagi eng chong bozor bo'lganligi uchun bu yerdagi narsalarning hammasi top pay setildi hamda ba'zi sizlar shu turishlik joydangmi azan chiqdiki, ma akalarimiz uningdan azan ip beraydigan. Shunga bizni qo'llayotgan qarindoshlarimizni foydalanib qolsin deb mushu ishni qistirib qo'ydik. Cho'nglarimizdan qilib qolgan bir so'z bor, qo'lni yuvsa qo'l kelib yuzini yuydi deb. Shuningga biz safarimizda uchoqqa mushunda yaxshi ishlar bo'lib qolsa, davomli holda sizlarga tavsiya qilib turamiz. Bizga yurak berib qetivilishni qat'iy unutib qolmanglar. Amdilik planimiz Miras shirkatidagi Qamariddin bilan ko'rishish.